Shu bitta dorini ichasiz, jinsiy aloqangiz 1 soatdan kam bo'lmaydi. Ertasiga yana siz zaif insonsiz. Buni o'zi bilan davolanmayli. Boya aytgandek, xohishgan, tarangliksiz, tez bo'shanib qo'yapsiz. Buni sabablarini topishimiz kerak. Ichidan cho'tki qilib boshlab yordik, lekin bemorda 2 haftadan beri umuman ereksiya yo'q. Men lechenani boshlaganimda mana bunaqa dori ham qo'shib ketaman bitta. Shu kabi dorilarni doimiy ichib yurishingiz mumkin. Doimiy yoki xohlagan vaqtingizda ichasiz, zo'r bo'lasiz, ichmaysiz, dabdala bo'lasiz. Ularni bartaraf qilmasangiz, sizni kasalligingiz doimiyga tuzalmaydi. Sababini aniqlab lechena qilish. Internetdagi har xil reklamadagi dorilar jinsiy zaiflikni davolaydimi? Shu haqida gaplashamiz. Akalar, kasalliklarga shaxsan men quyidagicha lechena qilaman. Xo'p, simptomatik, etiologik, patogenetik davo. O'zi standart bo'yicha ham davolash xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Endi bularni birma-bir shoshilmasdan yaxshilab o'tirib joylashib olinglar. Bitta mexanizmlarni sekin-sekin ochib beraman. Qanday tartibda davolash kerak. Endi akalar, misol tariqasida tushuntiray. Sizda jinsiy zaiflik bor, tez bo'shanish bor, jinsiy aloqaga xohish kamayyapti, jinsiy aloqa vaqtida tez bo'shanib qo'yapsiz. Shu 3 ta belgini, ya'ni 3 ta belgini bir dona dori bilan bartaraf qilib qo'ysa bo'ladi, akalar. Siklon DX. Bo'ldi. Shu bitta dorini ichasiz, jinsiy aloqangiz 1 soatdan kam bo'lmaydi. Lekin bu dorini bir marta ichganingizda xolos, bu dori o'zining ta'sir ishini qilib chiqayotgandan keyin ertasiga yana shalpayib turaverasiz. Ertasiga yana siz zaif insonsiz. Bugun ichsangiz bugun zo'rsiz, ertaga ichmasangiz ertaga zaifsiz. Bu faqat nima qilib beradi? Bu sizni kasalligingizni vaqtinchalik belgisini bartaraf qilib beradi xolos. Men bu misol uchun endi uzr akalar, bu biznesmen akalarga ishiga aralashmoqchi emasman. Ya'ni to'g'ri davolash kerak, aldamasdan yaxshi ish qilish kerak. Bu narsa Siklon DX yoki shunga o'xshash har xil dorilar. Bu ham zo'r dori, yomon dori demayman. Kasallikchi, men bu faqat belgisini o'zi emas, turmayaptimi? Men turg'izadi. Tez bo'shanyapsizmi? Men uzoq aloqa qildiradi degan lechenani emas. Buni demak etiologiyasini, patogenezlarini aniqlab turib lechena qilsa, kasal ham maza qiladi, shifokori ham nima, obro'si oshadi. Mana misol uchun siz buni yana ham zo'r tushuntiraman. Siz kelyapsiz shifokor oldiga, boshim og'riyapti. Bitta trimol ichib ol desa, haqiqatda og'riqsiz qoladi, lekin sizga qiziq-ku, to'g'rimi? Doktor, mana boshimni og'riyotgani, dalvin ham tushib ketib qolgandir, yoki dalvin ham ko'tarilib ketib qolgandir, yoki qonim kamdir, yoki bo'ynimda osteoxondrozim bordir. Miyaga kislorod kam borib turib, qon yaxshi yetishmayotganligi hisobiga bosh og'riyotgandir deb turib, sabablarini topmaysizmi deydigan bo'lsa, bu demak etiologik davo bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Kasallikni sababini aniqlab lechena qilish. Misol uchun sizda jinsiy zaiflik bor. Boya aytgandek, xohishgan, tarangliksiz, tez bo'shanib qo'yapsiz. Buni sabablarini topishimiz kerak. Sababini topmasdan lechena qildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat. Shu kabi dorilarni doimiy ichib yurishingiz mumkin. Doimiy yoki xohlagan vaqtingizda ichasiz, zo'r bo'lasiz, ichmaysiz, dabdala bo'lasiz. Demak, kasallik sababini aniqlash. Misol uchun bo'lishi mumkin. Gormonal muvozanatni ishdan chiqishi, erkaklik gormonlarini tushib ketib, ayollik gormonlarning rivojlanib ketishi yokida uni yuqoridan boshqaruv mexanizmlarining ishdan chiqishi yoki organizmda makro mikro elementlar, vitaminlar zaxirasini pasayib ketishi yoki qalqonsimon bez, mana biz O'zbekiston, O'rta Osiyo endemik hudud respublika bo'yicha hammamizda nima? Yod moddasi yetishmaydi. Bu bilan bog'liq muammolar yoki prostata bezidagi shamollashlar, ya'ni siydik yo'llardagi har xil shamollashlar yokida moyaklardagi, vena qon tomirlaridagi qon aylanishini buzilishi, varikoseliya deyishadi. Tushunarli? Xuddi shunaqa sabablarni bitta topib turib, ularni bartaraf qilmasangiz, sizni kasalligingiz doimiyga tuzalmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men tavsiya qilaman, sizda jinsiy zaiflik bormi? Marhamat qilib birinchi o'rinda buni sabablarini toptirishga harakat qildirishingiz kerak. Endi sabablarni ham topilyapti deylik. Misol uchun shamollashdan deylik. Shamollashni nima keltirib chiqaradi? Misol uchun prostata bezini shamollashiga quyidagi qo'zg'atuvchilar sabab bo'lsa, bu qo'zg'atuvchilarni aniqlash uchun bakpasev qildirishimiz kerak. To'g'rimi? Bakpasev qanaqa dori ta'sir qiladi, hamma yog'ini bilib turib lechena qilinsa, demak, sabablari zo'r bartaraf bo'ladi. Endi bundan tashqari yana bitta davo turi bor, akalar, patogenetik davo. Patogenetik davo bu demak o'sha kasallikka rivojlanish mexanizmini to'xtatib qo'yish. Misol uchun buni qirg'izcha qilib tushuntirishga harakat qilaman. Endi bemorlar ham tushunishi kerak, tibbiy tilda gapiraversak tushunmay qolishligi mumkin.
Misol uchun tasavvur qiling, uyingizga mehmon keldi. U bilan rosa yeb ichish bo'ldi, o'tirdinglar, boshqa qildinglar. U mehmon shu dasturxonda o'tirgandan keyin ko'tara olmasdan nima bo'ldi? Hamma yo'ni yoyib, sochib, qusib, dabdala qilib ketdi, lekin siz o'sha mehmonni hurmat izzatini joyiga qo'yib kuzatib qo'ydingizda, undan keyingi qolgan mana bu yerdagi tozalashlar, yig'ishtirishlar, yana pokiza holatga keltirib qo'yish bu patogenetik davo deyiladi. Tushunarlimi? Akalar, men taktikam xuddi men emas, ko'p shifokorlar xuddi shunaqa ishlaydi. Iloji boricha simptomo etiopatogenetik lechena qilishimiz kerak. O'shanda kasallik zo'r bartaraf bo'ladi, bemor ham xursand bo'ladi, va shifokordan rozi bo'ladi. Yo, menda yaxshi aloqada bunaqa narsa desa, meni ichib qo'y bilan ishni bitirmasligimiz kerak yoki o'zimizcha bizni bekorga o'qitilmaganda akalar, sizga bunaqa davo qilish uchun 7 yil, 10 yil, 9 yil o'qiganmizda. Agar hamma doktor, hamma tabib bo'laversa, hamma o'ziga bunaqa lechena qilaversa, mana bu zanjir ishdan chiqib ketadi. Qaytarib bo'lmaydigan holatlarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun maslahat beraman, akalar, o'zinglar lechena qilmanglar. Mana misol uchun zaiflik bo'lmsizda, hech qachon o'sha dorini ichgan vaqtingizda yaxshi qilib beradigan mahsulotni olmanglar. Mayli, uni ham misol uchun battaydi, biologik aktiv добавкаlar, ularni ham foydalaninglar. Faqat mana bu narsalarni ham bartaraf qildirgan holatda kasalliklar sababini aniqlashtirib, unga patogenetik lechena qildirib, buni qo'shimcha qildirib qo'ysanglar, o'shanda yarashadi. Nima uchun buni qo'shimcha qildirishga deyapman? Bu ham yomon dori emas, zo'r dori. Mana misol uchun prostatit bilan bemor keldi, quvug'ida og'riq, siyishida har xil muammolar, endi siz kasallik sababini topib, sababchilarini, qo'zg'atuvchilarini topib turib, sekin etiopatogenetik lechena boshladingda, lekin bemorda nima shikoyat bo'lyapti? Og'riq ham bo'lyapti. Lekin og'riqni qoldirmasdan mana bu ikkita davoni boshlab yuborsak, kasal 3 kunda qochib ketadi. Nimaga qochib ketadi? Tuzalmayapman, doktor lechenasi ta'sir qilmayapti deydi-da, og'rig'im hali ham kamaymadi deydi-da, qochib ketadi. Nima demoqchiman? Mana bunaqa davo qachon kerak? Mana bunaqa davo qachonki men buni ishga solgandan keyin kerak. Mana misol uchun jinsiy zaiflikka lechenani boshlab yubordik. Etiopatogenetik lechenani cho'tki qilib boshlab yubordik, lekin bemorda 2 haftadan beri umuman ereksiya yo'q, umuman jinsiy aloqaga xohishi yo'q bo'layotgan bo'lsa, qochib ketadi. Menga lechenasi ta'sir qilmayapti. Shuning uchun mana bunaqa davo, misol uchun men o'zim taktika, men lechenani boshlaganimda mana bunaqa dori ham qo'shib ketaman bitta. Ya'ni turg'izuvchi dorilarni eng minimal dozada, misol uchun tadalafilni eng minimal dozada 5. O'shani ham chiqarishni ham boplayman. Ya'ni 5 dan boshlab 2,5 dan chiqarib yuboraman. Ya'ni sindrom atmena bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni asl holatiga qaytib qolmasligi uchun. Shuning uchun akalar, buni qachon ishlatish kerak ekan? Qachonki mana bu narsani ishga solganda, buni o'zi bilan davolanmaylar. Akalar, agarda sizlarda jinsiy zaiflik bilan bog'liq muammolar bo'lsa, xuddi shunaqa kombinatsiyalashtirilgan lechena kerak bo'lsa, Xudo xolasa sizdagi zaiflikka 2,5 oyda bartaraf qilib bera olamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Yana uchrashamiz.